شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün dersimiz Sure Bakara'nın 249. ayeti buludu. Biz ilgirki derslerde Banu İsrail'ninki vakalikini sözler davamlaştırıp atkan Banu İsrail'ninki ölüm meselesi, cihat meselesi kelgan vaqtda boşanma qilganligi, ilgirki qilgan da'volarninki naq maydonga kelgan vaqtda yolg'onga chiqqanligi, faqat oz bir qism kishilarninki qilgan da'volarda tik tura olganligi haqida so'zlab kelgan. Ondan keyin bularning o'z payg'ambaridan o'zlariga bir jangda qo'mondonlik qildiganga podshohdan birini qidirishni talab qilgan vaqtida Allah tarafından belirlengen padişah kelse bula bunun bildiğin itirazı, anikin peygamberinin bunun bergen cevabı ve Allah tarafından belirlengen bu padişahın hak ikenligiga ispat şekilde tabutning qishiga kelganligi qatorliq mazmunlarni ilgirki oyatda so'zlab o'tgan. Shunda qilib Banu İsrail oxirida qoyil bo'lgan bo'ldi. Talut ularning podshohi bo'lgan bo'ldi. Endi jang tayyorligi, jang hozirligiga kirishdi. Biz dal mushu o'ringa keldik. Bu vaqalik 249-oyatda bu şekilde bayon qilinadi. Estaizu billah. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Yani ders kiriştinin aldıda ben kısaca bir tercümesini kılıversem Talut koşullarını sepke ayırıp reddi toğuzup şehirden ayrılıp mangav vaxtıda özdürüvatkan Beytül Mukaddes deyildi. Şu şehirden ayrılıp mangav vaxtıda koşullarga mundaq dedi. Tabii ki her qandaq bir muhim cengi kirişten ilgili, muhim vazife kirişten ilgili şu vazifeni layıqlı qılalaş üçün ahırga neticelik çıkış için şu vazifeni qiladiganlar bir qurus sinirleşip, tavlanışıp, çınaq to'lilishi kerakda. Dedi ki Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni bir o'stan bilan sinaydi. Kim o o'standan issa mendan emas. Yani bu qo'shin bilan ma'anmaydi. Kim ishmisa o mendan. Ammo bir uch, yani bir uch alqinida bir tashnalik asra qang'uchilik yani en zarurat miqdorichilik ise o başka. O keçirim yani. Şunu olan buladın yani köp kısmı imtihandan ötenmeyi sonu işte az bir kısmı kap kaldı. Hem de Talut ve aşını olan birge imtihan sınavından ötken müminler ötken vaxtıda Öztamın ötken vaxtıda ikinci kıtım sınav geldi ki yine bula karşı taraftaki düşmandan koşulda qarab bu yerde bir ikiliniş oldu. İkiliniş yani tabii ki imanı aciz kişilerde buludu. Buladı diyor ki la taqata lana al-yawm bi Jalut ve junudi. Karşı taraftaki Jalut ve onun koşunuğa biz tenkilememiz diyor. Ama hakiki imanı müstehkem, kıyametki işençisi var, Allah'a işençisi var. Her işte Allah'ın hesabına koşuduğun kişilerin deydi.
Kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan biiznillah. Nurgun sani az, tayyorliqi az guruh, jamoat, askarlar ko'p sonliq, tayyorliqi ko'p jamoatning ustidan g'alaba ahvol va Allohning izni bilan. Allah sabr qilishlar bilan. Endi biz oyatning tafsilotiga hozir kiramiz. Oyatning bosh qismi falamma fasqala talut bil junud da fasqala degan bir so'z bilan boshlandi. Sura Yusufda qo'llangan bu fe'l valamma fasalatil ayru da fasalaning asl lug'at ma'nosi bir narsadan bir narsani qanday qilish, ayirish. Ya'ni Tövendeki Sura Yusuf'taki felemma fasalatil ayr degandagi fasala fe'lida karvan Misrdan ayrıldı degan ma'noda qo'llanilgan. Ya'ni biz odatda kitoblarni bab-babga bilamiz, o kitob yozganlar. Shu bab har babga bo'lgandimi fasala deydi. Ondan boshqa o'xshash yoshdagi o'quvchilarni 1-sinf, 2-sinf, 3-sinf deb bilamiz. Buni arabchada fasala deydi. Shunga maktabdagi sinflarni fusul deymiz. Kitobdagi bablarni mo fasli fusul deymiz. Endi shu ikki ma'no, bir yerdan ayrilish, narsalarni bir-biridan ayirish degan ma'noni asos qilgan vaqtimizda oyatdagi Talut qo'shunini fasala qildi. Falamma fasala Talut fil junud degan oyat kelgan vaqtda buni qo'shinlarni radda to'g'izib o'zi turayotgan shahardan ayrilgan vaqtda deb tarjima qilamiz. Shunga men bu oyatning tarjimada shu shakl tarjima qildim. Ya'ni qo'shinlarni jangga hozirlab radda to'g'izdi, guruhga ayrıldı, shahardan ayrilib qana qildi, mangdi. Endi oyatdagi junud degan so'z askarlar, armiya, qo'shin degan ma'noda bu ko'plik shaklda kelgan so'z. Birligi jun bo'lgan vaqtda ko'p odamni o'ziga olgan bir birlikni ko'rsatdi. Junud bo'lgan vaqtda shu vaqtda endi muhim nuqtaga endi keldik. Ya'ni askarlarni hozirladi, shahardan ayrilib dushman tarafga qarab mangdi. Shu vaqtda Talut askarlarni jangga kirishdan oldida bir chiniq turish, bir imtihon qilish uchun Alloh subhanahu va taolo hikoya qilib dedi. Innalloha mubtalikum bi naharin. Oyatga shu. Alloh sizni bir o'stan bilan sinaydi deyapti. Bu yerda nima demakchi? Masala nayt ini qo'l. Sizlar Alloh yo'lida bir vazifaga ketyapsizlar. Bu vazifaning mashaqqati va vazifada duch keladigan bir o'tganlar va buningdan o'talishingiz uchun sizdan bir imtihon bo'ladi, bir sinov qilinadi. Men mush imtihonni, mush sinovni nazorat qiluvchi. Alloh sizni bir o'stan bilan qanday qiladi? Sinaydi. Endi Alloh o'stan bilan sinaydi degan vaqtida sinash degan so'z arab tilida mubtalikum degan ifoda bilan qo'llanilgan. Mubtalining so'zining yildizini surish qilsak balo degan so'zdan chiqqan. Uyg'ur tilidami balo musibat deb. Bu arqa nuqul sinov imtihon davomli balo musibat bo'lmaydi. Imtihon sinov kirib o'tgan, utuq qozongan kishiga nisbatan baxt saodat, mag'lub bo'lgan kishiga nisbatan balki musibat bo'lishi mumkin. Ish har holda bir imtihon bor. İmtihan kirgan odam ya imtihondan o'tolmaydi yoki qanday qiladi? O'tadi. Endi bu yerda sinov nima bilan bo'ldi? O'stan bilan bo'ldi. O'stan bir daryo bilan. Odatda sinov imtihonning xarakteriga qarab bularning qaysi holat ekanligini bilib oladi. Bir o'stan bilan sinadi degan gap bular qattiq ussiz, chanqab ketgan, so'g'it tashna degan gap. Soğut təşna olmasa, çanqab ketken bu olmasa, bularni o'stan bilan sinashning hech hojati qolmaydi. Yani bu yerda intayin inchki bir sinov keldi-da. Ya'ni nima desa, bular qattiq chanqib ketgan, ustab ketgan, suni shunda ko'rgan hamon o'zini unutgan shaklda, Allohning buldan talab qiladigan talabini unutgan shaklda, vazifasini unutgan shaklda o'zini suvga atamdi. Yoki askar deganning bir tartibi bor. Bir vazifasi bor. O'zini sal tutib olamdi. Mushu nuqtada sinov oldi. Bu sinov qana keldi desa, suv ichmaysa dedi.
Hemen şeribe minhu feleyse min. Nima uchun? Chunki bular askar. Jangga ketyapti. O jangga ketayotgan askar xohlagan ko'rganlam narsaga o'zini assa. Voy ma'ma ustab ketdim deb suvga o'zini assa. Qo'saq echib ketdi deb tamoqqa o'zini assa. Yana bir qog'im kelib ketib, yana bir narsaga o'zini assa, askar olmay qoladi. Jang olmay qoladi. Askar har qancha o'tib ketsa, o'zining vazifasida mustahkam tura oladi. İzni birilmagan chaqcha o'lsinki, o'zining vazifasidan muqim tura oladigan bir holat shakllanishi kerak. Allohning buyrug'ini unutib qolmaslik kerak, askariy ta'limotni unutib qolmaslik kerak. Ya'ni taxmin qilgan vaqtda o'zidan askariy buyruqni yuqori ko'rish kerak. Ana bu nuqta bu yerda ifodalanadi. Bular mushu nuqtada qana qilyotdi, sinilyotdi. Suni ko'rib turib, qattiq chanqab ketgan turib, o'zini tutuvog'ini har ishga yaraydi. U Allohning qo'shinida bo'lishga yaraydi. Chunki u o'zidan, o'zining hayotidan, o'zining nafsining talabidan vazifasini ustun ko'taradi. Mana bu haqiqiy imtihondan o'tadigan odam bo'ladi. Ammo bu odamda, ya'ni Alloh subhanahu va taolo imtihon qildim deb qat'iy ishmaysizmi dedi. Hisob ko'tarilgan inson, so'chmasa o'ladi inson. Qana qildi? Bu imtihonni qattiqlik qilmay, ya'ni o'lmaydigan, suzliqi, pastligidek bir nima qo'ydi, yuchuq qo'ydi. Yani issan bo'ladi, tashnalikning baslig'ida holatda. Oyatning oxirisida illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi. Qulda bir uch. Yani o'lmagidek, yani hayotini saqlab qolgudek bir holat issan bo'ladi dedi. Zarurat miqdori issan bo'ladi dedi. Chunki imishqa. Chunki oldidagi jang bundan qattiq bo'lishi mumkin. Jangga kirgan deganda oziq-tuliq tugaydi, sut tugaydi. Balkim dushmanning muhosirasiga tushishi mumkin. Askarning qashida 2 kunlik yemaklik bor. Muhosira 10 kun bo'lishi mumkin. Ya 15 kun bo'lishi mumkin. Askar degan 2 kunlik yemaklikni, men bular deb popok yevitib 3-kundan tortib ochqab o'lsa o askar olmaydi. Askar ahvoli qarab baqib, muhosiramiz 10 kunlik yoki 5 kunlik taq qiladi, unda oson bo'lmaydiganda qiladi. Mendagi 2 kunlik yemaklikni azdan yeb 10 kunga yetkazay, 5 kunga yetkazay. Ma shaklda davom qiladi askarning ishi. Shunga qilmayadimi? O'stan masalasidami? Qonig'ida kishmaysa dedi. Faqat tashnalikni besib. Ya'ni hayot qog'idek. Askar mushunga qish kerak. Mayli ichimlik, mayli yemaklikda hayot qog'idek bir holatni o'zida ko'tarilish kerak. Shunga sabr qila olish kerak. Chunki jangning xarakteri shu. Jangning vazifasi shu. Buni duch keladigan ahvol shu, vaziyat shu. Bu yerda askarlar tavlanyapti. Askarlardan jangi yaraydiganlardan, yaramaydiganlari qanday qilyapti? Ayrilyapti. Allah subhanahu va taolo nima xabar berdi? Asharibu minhu illa qalilan minhum. İşte beni bulanmadı. İlla ki az bir kısmı kaldı. Bu bir sınav, tavlaş. İlgirki derslerimiz ısınmadı hakikaten. Bula birinci qatim urush farz qilgan vaqtda bir tanlangan. Bu yerda nurg'ulları voy biz urush qilmaymiz deb keyiniga chekingan az bir qismi qolgan. Endi mushu qilib qolgan az bir qismining ichidanmi yine nurg'ulları su içmeyse degan imtihanda o'tolmadi. Bundan az bir qismi qoldi. Oyada bir bo'liklari shallangan, ma imtihanda bir bo'liklari qana qildi, shallandi. Mana mavo haqiqiy jihodga, haqiqiy Allohning askari bo'lishga, haqiqiy urush vazifasini ustiga olishga loyiq bo'lgan bir shaklda qoldi. Belki bundaki yeni imtihan çıkışı mümkün. Çünkü maçta tavlanış gerek asker. Allah yoldaki cihatның səpləri maçta şəkildə saplanış gerek. Maçta olğan vaxtda cihat bayrağını, jang bayrağını haqiqiy ishonchlik, haqiqiy mustahkam, kuch egisi olğan zada hayatını,
mamatini bu yolga bağışlık Allah'dan başka hemmesi çıkıp getiş gerek bu septning sırtıga. Bu septe şu şekildeki adam kılış gerek. Şu vaqtda biz xotirjam bo'lamiz. Natija inşallah şu vaqtda güzel bo'ladi. Endi en ahirgi bir sınaq. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Şu bayatdan qısnaqlardan ütep, asnaqdan, masnaqdan ütep kelgen müminler bilen şunda östangdan ütep. Düşmenge yüzden önge vaqtida. Bu yerde bir qitim nima ko'raldimdi? Yana bir qitim sıraq. Manzara bir, ko'zlar bir. Ammo ko'rayotgan narsa o'xshamayotdi. Bu qalbdagi iymon, ishonch buni qarab turib farqli bo'layotdi. Bu yerda ishga ko'plandi. Aşu su imtihanısından, östan imtihanısından ötken adamlarımı işe köplendi. Yani imanı aciz. Biraz teduduva kişiler düşmanını pavukuladı, köp gördü, yüzünü az gördü. Yığışkı gözü yetmedi, yani korktu. Bunu dedi ki, La taqate lenel yevm bi Calut ve cunudihi. Biz bugün Calut'la kuşunu yenilmeyiz. Mançalanlar mı yapmıyor? İkinci gruplu kişiler çok. Okşaş menzire, okşaş köz ama kalpteki iman, işençki karakter okşamagan şekilde kuravatıdı. Birinci grupta korkan kişiler biz dengilemeyiz dedi. Çünkü bula qanday hesaplap qaldı? Düşmanning askerinin saniga qarab qaldı ve üzünün saniga qarab qaldı. Allah'ni hesaplamadı. Ama Allah'a işenç soğugan. Rabbimiz Allah degan. Kıyametde Allah'ın qaşığı baramiz degan. Üstümüzde bizga yordam beradigan Allah bor degan. Ma ishonch suva kishilar şu aynı gözünden aynı manzarani qanday ko'radi? Boshqacha ko'radiki, kam min fi'atin g'alabat qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan. Allah'ın yordami bilan nurg'un az kishilar deydi. Mayli sani, mayli tayyorliqi, qurol yaroqlari oddiy az olsun. Köp qo'shinning ustun Allohning ismidan g'alaba qildi. Bu yerda bo'la hisobga Allohni billo qo'shdi. Alloh biz bilan billa deydigan bir o'qim bo'ldi bularda. İlgiriki gruppa, ilaqa qo'qqan gruppa Allohni o'zini arib qo'ydi. Yani Allohni hisoblamadi, hisobga kirgizmadi, o'zini oz ko'rdi, dushmanni jiq ko'rdi, qo'rqdi. Ammo Allohga ishonchsiz kishilar-chi, Allohni o'ziga qo'shdi, o'zining sepida Allohni qo'ydi. G'alaba qilamiz inshaalloh dedi. Tarixga qarab baqsak, musulmonlarning tarixda iz qoldirgan janglarining ko'pinchisi Aslan bilan ko'p dushmanni yengish. Allohning bu yerdagi bir yordam ifodasi tarixda bizga qana qildi, amaliy yorqin shakli qilib qoldi. Tabiiyki bilimiz bizning ishonchimiz shu, iymonimiz shu, bizning qarashimiz shu, madam musulmonlar mustahkamlan tursa, o'zidagi butun energiyani o'rtaga qo'ysa, bunun yordamchisi Alloh. Sura Al-Imronning 124-oyatda İz taqulu alayyakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Peygamber Aleyhisselam hitap qilib, siz o'z vaqtida mu'minlarga shuna deydi. Sizlarga Alloh 3000 malaikalar bilan osmondan tushgan yordam bersa, yetmamdi. Ne qaranglar? Peygamber Aleyhisselam mu'minlarga bunu deydi, ama Allah nim deydi oyatning oxirisida bala Bamemez. Eğer sizler hakikaten müstehkem tutsanlar, sevircan olsanlar, bu meydanda çın tutsanlar, Allah'tan korksanlar, yumditkum rabbukum bi 5000 minel melaiketi musavvir. 5000 malaikelerden vardı. Yani bu yerden avval 3000 dedi Resulullah. Allah 5000'ga çıktı, sabır qilish şartını koşup, bizge şunu davet ediyor ki, sen qanchalik mustahkam tura olasan maydonda, qanchalik bardoshlik bera olasan sen maydonda, sana beriladigan yordam shuningga qarab turib qana qiladi ashudir. Mukofoting shuningga qarab turib ko'payadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning bizdan kutadigan nima ekan? Butun kuch-quvvatimizni ishlatish.
Bütün güç kuvvetimizni işiltip, sebep, tügep, işlap bizning dairimizden çıkıp gitip boğandan keyin Allah'ın yardımı cheksiz keledi. 3000 keledi, 5000 keledi. Şu vaqtda Allah malaikalarga deydi ki, "Mawo bütün gücünü sarf kıldı. Bütün imkaniyetinin hemen ortaya koydu. Hem de bir yardımga layık değil." Ama bu Allah Subhanahu ve Taala'nın mümin bendilerinin tilide qanday aks etadi? Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan biiznillah. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın izniyle. Az olsa mı köp kişilerin üstünde galba kılsa. Depop ayetinin ahırda vallahu ma'as sabirin. Bu yerden yani şu müstehkem tu Allah'a. Sen imkaniyetini oturuğa koymay turup, bütün gücünü oturuğa koymay turup, bütün yollarını minip olmay turup, her nemi talep kılsan peki. Avval sen kılıdığı aşağıdan hemen talep kıl. Çıkırdığın gücünün hemmini çıkar, imkaniyetinin hemmini sarf kıl, yardım şu vakit gelip. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا الصَّبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Yani Calut ve onun koşullarına meydanga oturuğa çıktı, uruş kılışık oturuğa çıktı. Müminler ceng meydanında bir energiya toluqlaşqa ehtiyaclıq. Müminlerin her haletki energiyasi nima orqali toluqlanadi? Rabbana afrigh alayna sabra. Bu bir energiya toluqlash. Ey Rabbimiz, bizga sabr bers, chidamchanlik bersla, mustahkamlik bersla va thabbit aqdamana. Bizning qadamlarimizni mustahkam qilsla. Kafir qavmning ustida bizni qalba qilsla. Bizga yordam bersla deydi. Yani düşmanga qarshi jangga tushgan odam bizga shunday energiya toluqlash kerakki, Robbana deyish kerak. Rabbana degani Robb iborasini ishlatishimiz. Robb degani biz burungi darslarimizni ta hozir qara nima deb tushuntiryapmiz? İnsanning bu dunyoga kelishdan ilgiriki kep bo'lgandan keyingi bütün ishlarini o'rinlashtirib o'tsa degan bo'ladi. Bütün holatlarga yordam ber. Mana bu Allohning bu sifati bilan biz qanday qilamiz? Nido qilamizki, Robbana. Buni yo'qiyatni paydo qilgani sen ey Alloh. Dunyoga chiqqani sen ey Alloh. Mana bu bijirim shaklda o'stirgini sen, bütün rizqimni bergini sen, mushu jang maydoniga akagini sen, unda o'g'amki menga chidamchanlikni, mustahkamlikni sen ber ey Alloh. Degan shaklda eng qiyin va o'rinlarda Rabbga, Parvardigorga to'nib turib, qo'l ko'tarib turib, o'zining energiyasini to'liqlaydi mu'minlar. Rabbana afrigh alayna. Şuna Talut bilan birga kelgan mu'minlarmi Calut va uning qo'shiniga qarshi urush kirgan vaqtda o'zining energiyasini shunday to'liqladi. Ya'ni afrigh alayna sabra. Afrigh alayna sabradagi qo'llangan ifodaga diqqat nazarimizni tashlagan vaqtimizda afrigh alayna sabra, afrigh degani bir narsani bikalab o'rniga bir narsa to'liqlash degandek bir ma'noni ifodalaydi. Ya'ni afrigh alayna sabra degani bizning qalblarimizning hamma narsani chiqarib o'tib mustahkamlik, chidamlikni ham qalblarimizga to'ldirishlar degan ma'noni ifodalaydi. Til qurilmasidan. Va sabbit aqdamana, dushman bilan udlashgan, yuzlashgan vaqtimizda bizning qadamlarimizni mustahkam qilishlar. Shu ikki ish, birisi sabr. Arabchadagi sabr, ya'ni mustahkamlik, chidamchanlik. Yani birisi düşmanın aldığı mustahkem duruş. Sabbit aqdamana. Bu işki şoğa vaqtda g'alba keladi vansurna alal qawmil kafirin. Kufar qavmi ustidan bizga yordam bersinlar. Bu shaklda o'zining energiyasini to'liqladi. Yani bizning bugungi darsimiz shu ikki oyatda to'xtaydi qarindoshlar. Inshaalloh davomini kelasi soatlik darsimizda o'qiymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.